Endi Rossiya territoriyasiga inostan fuqarolar через Gosusluga degan platformasi bor Rossiyani. O'sha orqali 30-iyungacha granitsa kirdi chiqdi qilsalaringiz bo'ladi. Chelyabinsk, Tyumen, Samara farqi yo'q akalar. Biz mana shu Gavdaralasa kasasidan akalar aeroport pulkodidan 25-may kuni kechqurun biz gapiryapmiz. Akalar bitta temani aytib o'tmoqchiman. Bilasizlar, biz ko'p granitsaga kirib chiqdiga akalarimizni jo'natamiz. Endi bizga ko'p shunaqa savol kelib tushyapti. Bu yangi qonun chiqqanidan keyin bo'lyapti bunaqa savol. Endi Rossiya territoriyasiga inostan fuqarolar через Gosusluga degan platformasi bor Rossiyani. O'sha orqali 72 soat oldin Rossiya territoriyasiga kirmoqchi bo'lsangiz zaявка tashlaysiz, ki o'shani olib o'sha bilan через QR kod aeroportga kelib tushgandan keyin ko'rsatasiz. Buni nima uchun aytmoqchiman? Akalar, 30-iyungacha hozir misol 25-may granitsa kirdi chiqdi qilsalaringiz bo'ladi. Hech qanaqa platforma, ya'ni Goslugaga hech qanaqa bez zaявка shunaqa bemalol siz Rossiya territoriyasida bo'lsangiz, sizni dokument qilmoqchi bo'lsangiz, misol dokumentingiz srog o'tib ketgan bo'lsa yoki dokumentlaringizni uspet qilmay yana granitsa kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol 30-iyungacha hech qanaqa platformaga bez zaявка granitsa kirdi chiqdi qila olasiz. Chelyabinsk, Tyumen, Samara farqi yo'q akalar. Biz mana shu savolga javob bermoqchi edik. Akalar, biz Elroland savakasasi adresimiz Ulsa Debenka, dom 27, korpus 1da joylashgan. Bemalol savollaringiz bo'lsa, mana shu tema bo'yicha bersalaringiz bo'ladi va berib hamma tarafga sotamiz, bilasizlar. Nima deymiz? Elroland savakasiga bemalol murojaat qilaveringizlar. Bilganimizcha biz sizlarga tushuntirib aytamiz, bilmaganimizni bilmaymiz deymiz. Granitsa kirdi chiqdi borasida ham tushuntiramiz. Hozir granitsaga akalarimizni jo'natdik, opalarimizni jo'natdik. Akalarimiz granitsaga kirib chiqib kelyapti, yaxshi. Hozir granitsa juda ham yaxshi. Endi 30-iyundan keyin qanaqa bo'ladi? Biz uni oldindan ayta olmaymiz, akalar. O'shaning uchun bezakimda akalar uspet qilib olingizlar. Biz qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beramiz. Elroland savakasi bilan birga bo'lingizlar. Biron savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilaveringizlar. Assalomu alaykum. Mana granitsa kirib chiqdi 25-may Pavidadan talonlarni oladi. Talonlarni olib, hozir 3 kishi yana kelyapti. 4 kishi. Pavidaga bugunga 8 kishi, keyin Aeroflot bor, ularni o'tkazamiz. Shu yerda mana akalarim shu yerda. Qarang, vxod ko'rsatilgan. O'sha vxoddan iltimos adashmaysizlar, chunki vxod almashadi ham, tushundingizmi? Vxod almashsa ichkarida. Vxod almashsa, agar vxoddan qolib ketsangiz, bu sizlar ayblaringiz. Kompaniyaning aybi emas, tushundingizmi? Tushundingizmi? Shu o'shancha televizorda, oknoda ko'rsatib turadi. O'shanga ahmadli bo'lib turasizlar, bo'lmasam tushunmasalaringiz telefon qilasizlar. Hozir plaza bo'lsa, xo'pmi? 23:20da samolyotga o'tirishingiz kerak. 23:45da samolyot uchadi. Tamam, sizlarga yo'q-ku? Bo'ldi. Hozir boshlanadimi endi? Yo'q, registratsiyadan o'tib bo'ldingiz. Endi u yoqqa ketasiz. Rahmat joyga. Mana akalarimiz, rahmat. Mana akalarimiz o'tib bo'ldi. Hozir yana qolgan bolalarni ham o'tkazamiz. Shu yerda xizmatda kirdan chiqdi bo'lsa, bemalol murojaat qiling.